Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Eslatib o'tamiz, bugun 26-aprel bo'lsa haftaning shanba kunida O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi tomonidan qo'yilgan reyslarga Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishi mana registratsiya jarayonlari boshlandi. Aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari, aeroport Pulkovoda bilasizlar, jo'nash qismi, ketish qismi 3-etaj hisoblanadi. Mana nomerlarni ko'rib bo'lib turibsizlar. 79-82 oralig'ida O'zbekiston havo yo'llariga registratsiya jarayonlari boshlandi. Ushbu videoda ko'rib bo'layotganlaringizdek aziz vatandoshlar, telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol ushbu telefon nomerlarimiz orqali bizlardan onlayn tarzda ham biletlarni olishlaringiz mumkin. 100% ishonchli yozgan biletlarimizga kafolat beramiz va har qanday holatda ham misol tushunmovchilik yuzaga kelsa, xato kamchiliklar yuzaga kelsa, biz mana o'zimiz shu yerda aeroport Pulkovodamiz, o'zimiz yaqindan yordam berib, sog'-salomat nasib qilsa sizlarni bir xursandchilik kunlaringizga yaqindan yordam bergan tarzda yordam berib, albatta sizlarni nasib o'tkazib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar.